Velosipedda sayr qilishni odat tusiga aylantirish, sog'liqni mustahkamlash bilan birga kayfiyatni ko'tarish va vaqtni mazmunli o'tkazishga ham yordam beradi. O'zbekistonda uzoq masofalarga velosiped bilan sayohatga chiquvchi tashabbuskor yoshlar, faxriylar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bugun Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrat muzeyida ana shunday insonlar uchrashdi. Gruziyalik Nodar Beridze fevral oyining ilk kunlaridan Qozog'istonning Olma-ota shahridan Toshkent sari velosipedda yo'lga chiqqan edi. Fevral oyini izg'irin sovug'iga qaramay u yo'l yurishda davom etdi. Unga velosayohatchi hamyurtimiz Xursand Sherov ham qo'shildi. Ularning sarguzashtlarini eshitgan qozog'istonlik Yahyo ham chegara yaqinida safga qo'shildi. Qahramonlar bugun Toshkentga yetib kelib, Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida o'zbekistonlik faxriylar bilan uchrashdi. Gruziyalik mehmonga esdalik sovg'asi topshirildi. Sog'lom turmush tarzida yashash bu asosiy bizni targ'ibotimiz kelajak yoshlarimizga va hozirgi kunda yoshlarni o'tagan sport faxriylari, qolaversa keksalarimizga men hamon shu shiorim bilan kelaman. Hamon harakatda bo'ling. Harakat bu sog'lik demakdir. Buni marshrutı 1-fevralda Olmaotadan start bergan Buyuk Ipak yo'lini targ'iboti. Buni asosiy maqsadi Olmaotadan Bishkekka kelgan, Bishkekda mana Toshkentimiz mehmoni, Toshkentdan Buxoroga borib, marshrutida Qarshi shahri ekan. Men unga aytdim, Samarqandga ziyorat qilib, Al-Buxoriylarni ziyorat ko'rsa, turizm bo'yicha ko'rsatib, keyin Buxoro, Xorazmga borish, finish o'zi Turkmaniston orqali. Ushbu velosayohat ishtirokchilari muzeydagi eksponatlar, O'zbekiston sporti va parasportidagi yutuqlar bilan tanishdi. Ularning maqsadi Samarqand va Buxoro orqali Turkmanistonga yetib borish. Nodar Beridzening e'tirofiga ko'ra, u hamkorlar bilan Olma-ota Ashxobod poygasini tashkil etishni rejalashtirgan. Xursand Sherovning yakuniy rejalari undan-da ulkan. O'zbekiston bayrog'i bilan o'sha Amerikada o'tkaziladigan futbol chempionatida hech bo'lmasa finalga yetib borishni maqsad qilib barcha faxriylar, sport faxriylariga murojaat qilgandim. Hurmatli Bahodir Maqsudovich menga aynan o'zlarini yordamlarini ayamay mana shu tanlangan maqsad bilan va O'zbekistondan Amerika qit'asiga yetib borishni o'zi bo'lmaydi. Men o'z zimmamga olgan majburiyatimni a'lo darajada bajaraman deb va'da qilaman. Beridze safar davomida ko'plab odamlar bilan uchrashganini, ular velosayohatchini har tomonlama qo'llashayotganini, Markaziy Osiyo davlatlari boy madaniy meros va tarixga ega ekanini, bu kabi tadbirlar insonlarni yanada birlashtirishga, sog'lom turmush tarzini tatbiq etishga xizmat qilishini bayon qildi. Velosayohatchilar pedallarni aylantirishda davom etadi. Yo'lda ularni ko'rsangiz signal chalib, olqishlab qo'ying.